Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli vatandoshlar. Aka opa-singillar, yaxshimisizlar? Yoninglar sog'mi? Avvalo, mani iltimosimga, murojaatimga chetda qoldirmang, siylay rahim qilib. Mana so'ragan pulimni yarim bo'ldi hozir. Harakatdamiz. Yarimni mana xalqimiz. Rahmat. YouTube'dan, boshqa platformalardan, Instagram, umuman hamma platformalarga qo'ygan blogerlarga rahmat. Qo'linglar og'rimasin, kasal bo'lmanglar. Va san'atkorlarimiz bor, baraka topishsin. Siylay rahim qilib, telefon qilib, klipimda tushgan ukam, nima bo'ldi senga? Qat'iy og'rib qoldi. Sardor Muhammad-Aliyev, ya'ni Sardor Mamadaliyev telefon qilib, kartani ber, men qo'ymoqchiman. Kartani Instagramga deb aldab-suldab kartamni bloklanganidan boshqasini olib, siylay rahim qilib, o'ziga kerak shu pul olsin deb. Lekin klipimga tushgan sen, ota-ona to'g'risida siylay rahim qilib, rahmat. Qolganlarga ham, qolgan san'atkor do'stlarimizning postlarga qo'yib bergan. Men uyatda bo'lsa ham majbur bo'ldim. Chunki aytdim, uyimiz yo oladigan odam bo'lsa, olinglar, shu pulni ishlataylik yoki ehson qilinglar. Men uyalmayman. Nega bilasan? Men sizlarni ko'zinglardan ortiq bo'ldim. Chunki men eplolmagan narsani sizlar vaqtida qiyshiq qing'ir yo'llardan to'g'irlab oldilar. Ota-onamni nafaqat mani masalan investitsiyalar katta bo'lgan bo'laman. Rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Mardlarga rahmat. Va kuni kecha bir yana mavzuga kechilar kerak. Seni izlab boraman, sendan o'zga yorim yo'q. So'zing aytib boraman, Alloh, aytmasam madorim yo'q. O'zing yolg'iz yagona, go'zallikda bir dona. O'zing yolg'iz yagona, go'zallikda bir dona. Sensizlikka yo'q chora.